Xorijda mehnat keng imkoniyatlar yarmarkasi Andijon shahrida. Bugun xorijda rasmiy mehnat faoliyatini yo'lga qo'yishni istagan fuqarolar uchun yirik xorijda ish mehnat yarmarkasi bo'lib o'tdi. Yarmarka doirasida tashrif buyuruvchilar Germaniya, Bolgariya, Polsha, Xorvatiya, Litva, Latviya kabi Yevropa mamlakatlarida mavjud ish o'rinlari, mavsumiy dasturlar hamda viza jarayonlari haqida batafsil ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Hozirgi kunda fuqarolarimiz yuqori maoshli daromad bilan ishlash istagi bo'lib, aldanib qolgan yo'llar kuzatilmoqda. Kelgusida shu aldolarni oldini olish maqsadida shu yarmarkani tashkil etildi. Asosiy maqsadimiz kim orqali ish topish kerakligini, kim bilan ishlashligini bu yerda to'laqonli o'zlariga bilib oladi. Men endi birinchi marta kelishim, bunaqa yerlarga hamma yo'q yaxshi tushuntirishib, yoshlarini ham mana aytishib, ma'qul kelganiga endi topshirib, Xudo xolasa jo'nataman endi o'g'limizni, Xudo xolasa. Tadbir davomida mingdan ziyod ishtirokchilar xorijiy ish dasturlari, ularning tartib qoidalari hamda mehnat shartlari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishdi.